do'stlar, chunki men chiqsam o'sha qorong'idan yorug' bo'libdi va menga xotirjam bo'ldi. Bu Vijivaniya ham, bu Minecraft ham o'zimizning oddiy Minecraftga o'xshab kechasi yorug' prosta shunaqa oddiy manchi bug bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin bunga do'stlar e'tibor qilishingiz shart deb o'ylayman. Yangi o'rmonliklar qatta endi mana shu как раз zipaga chiqib olaman. Balki voy o'nin. Voy, men qattamanmi? Voy. Chunman nima bo'ldi? Men qattaman endi. Unaroda o'g'li yonyapti. Chunman qatta o'z kechasi bo'lib qoldi. Bu tomi ketgan Minecraft ekan. Chunman to'g'ri bitta kirib chiqay. Do'stlar, o'zinglar ko'rganinglardek, o'zidan o'zi ketayotgan paytim yana qorong'i bo'lib qoldi. Hali yorug' bo'lib, hali ko'p vaqt yorug' bo'lib turmagan edi. Sirrasi kechasi sekuda tushib qoldi do'stlar. O'zinglar ko'rganinglar, men yurgan edim, men uxlaganim ham yo'q. Lekin bunchalik skorost kechasi tushish bu juda ham g'ayrioddiy. Hatto o'zinglar e'tibor qilgan bo'lsanglar, men cheatni ochdim. Cheat kodda ham hech narsa komandali yozilmagan edi. Va do'stlar, men o'yinga kirib chiqishim kerak edi. O'yindan chiqdim, lekin 10 minut, 20 minutlab bitta o'yinda qolib ketdim. O'yin ismi bo'lsa Grand Mobile. Do'stlar, sizlarga biz Grand Mobile o'yinini tavsiya etib qolamiz. Sizlar GTA 5 telefon o'ynamoqchi bo'lsangiz, mana shu Grand Mobile o'ynashingiz kerak. Sizlar o'zingizning lishni hayotinglarni qurasizlar. Sizlar o'tda Division qilasizlar. Xohlasanglar Warzone bo'lasizlar yoki Vatan himoyachisi bo'lasizlar yoki oddiy qora ishchi bo'lib, oddiy sohada ishlab yurasizlar. Do'stlar, o'tizlar, короче, soqqan-soqqa yurib, inam lishni hayotinglarni qurasizlar. Sizlar o'tda Division qilasizlar. Xohlasanglar Warzone bo'lasizlar yoki Vatan himoyachisi bo'lasizlar yoki oddiy qora ishchi bo'lib, oddiy sohada ishlab yurasizlar. Do'stlar, o'tizlar, короче, soqqan-soqqa yurib, inam-marka mashina olasizlar. Uy olasizlar, klublarga qo'shilib, o'zbeklar bilan tanishib, o'rtoqlar ortida mazg'ib o'ynasanglar bo'ladi. Va bundan tashqari do'stlar, sizlarga bonus sifatida shuni taklif etaman. Sizlar video ostida silkadan bosinglar do'stlar, o'yinni sketchat qilinglar va 25 serverga kirib, o'sha yerga kirgandan keyin akkaunt yaratganingizdan keyin albatta do'stlar foydalanib qolinglar. Hammanglarni 25 serverda Grand Mobile da kutib qolamiz. Do'stlar, davom etamiz. Do'stlar, o'zingizlar ko'rganinglardek qorong'i bo'lib qoldi. Bizda ikkita g'ayrioddiy narsa sezildi do'stlar. Ya'ni ikkita emas, 3 ta desa ham bo'ladi. Birinchisi, o'yinga kirishimiz bilan bizani qorong'i atmosfera kutib oldi. Ikkinchisi, zombilar, hech qanaqa zombi monsterlar yo'q, lekin qorong' ochyapti shunda ham. Uchinchisi yaxshi, lekin meni qornim ochurdi, lekin monsterlar ko'rinmayapti shunda ham. Va men g'or topib oldim. G'orga kirib ozgina o'zimni upgrade, ya'ni o'zimni ozgina kuchaytirib olish maqsadida o'sha g'orga tushdim va o'tda ham hech narsa g'ayrioddiy bo'lgan narsa bo'lgani yo'q. Qaytib chiqdim, hali ham o'zi yorug' edi va o'zimga ovqat yeb ichish, hamma narsani buton qilib oldim va lekin undan keyin do'stlar, eng qiziq joyi, men o'zim shu g'ordan chiqib ketganimdan keyin yana ozgincha yurdim va albatta eng odamni qo'rqitadigan narsa bo'ldi. Men nima ko'rganimni o'zingizlar guvohi bo'linglar. Men pastdan tepalikka chiqdim va tepaga chiqqanimdan keyin men klonni ko'rib qoldim. Lekin bu klonga masalasi yaqinlashmoqchi bo'ldim, u yo'qolib qoldi va shu yerdan tushundimki, bu Minecraft bilan nimadir neto. Men bu sirazi bu voqeadan keyin o'yindan sirazi chiqdim va albatta Photoshopga kirib uni men aniqlab oldim. Yaqinlashtirib, nima bu o'zi? Bu nima do'stlar? Ono kinosidagi klonga o'xshatib, ya'ni g'irt o'zi. Xabaringlar bor, Ono degan kinoda horror janridagi kino. O'tda shu bolalarni qo'rqitadi, u yoq bu yoq, lekin men ko'rgan narsa xuddi bu bilan bir xil edi. Va men yana yurishni davom ettirdim. Shunaqa g'ayrioddiy narsa bo'lmadi, lekin bu klonni yana qaytib ko'rishimga ishonyotgandim va uni davom ettirayotganimda yana bir qiziq narsa bo'ldi, lekin bu safar juda ham ortiqchasi bilan yetilni chiqmayapti. Qatta ekan shu g'alati Minecraft. Uning tushunmadim. Effekt berordimi? Nima qildimmi? Va shundan so'ng do'stlar, mana o'zingizlar ko'rganinglardek effekt berildi menga. Men hech narsani ko'ra oldim va nima qila oldim. O'zidan o'zi effekt qolish, oddiy ketayotganda yo'l davomida o'zidan o'zi uxlamasam ham qorong'i bo'lib qolishi, umuman ko'chada shu 10 ming like'dagi men sirraz videoni yana davomini chiqaraman. Chunki u odamni bloklab qo'yganman. O'zinglar ehtiyot qilinglar do'stlar. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa, biz xursandmiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolargacha ko'rishguncha tugadi. When I